Ko'pchilik yangilikda savdo qiladi, to'g'rimi? Aynan forex bozorida o'rtoqlar. Va yangilik payti borku, mana bu holatda hozir yangilik chiqadigan bo'lsa, ko'pchilikda qiladigan texnikasi yuqoriga o'rtoqlar buy stop qo'yadi, pastga sell stop qo'yadi, shtobi narxni ushlab olish uchun, to'g'rimi? Lekin ko'pchilikda uchraydi bu narsa. Aynan yangilik chiqqani bilan yuqoriga chiqadigan bo'lsa, misol uchun mana yangilik o'rtoqlar yuqoriga chiqdi deb tasavvur qilaylik. Mana bu yerdagi buy stopni o'chirib turib, broker yuqoridan ochib yuboradi bitimda, to'g'rimi? Yokida narx yangilik pastga chiqadigan bo'lsa, tak mana bu yerdagi sell stopni o'chirib turib, pastdan ochib yuboradi. Demak, biz o'ylagan joydan ochilmayapti. Bu holatda ham qaysidir ma'noda brokerni ayblаш noto'g'ri o'rtoqlar. Nima uchun? Sababini tushuntirib beraman. Broker eng yaxshi vigitin narxdan ochib beradi. Yangilik chiqqan paytda mana bu yerda hech qanaqa narx bo'lmaydi. E'lanib, misol uchun 1000 narx bo'ladigan bo'lsa, 1100 ga sakrab oladi. Tushunasizlar-a? Yokida pastga chiqadigan bo'lsa, mana bu yerda hech qanaqa narx bo'lmaydi o'rtoqlar va vigitni narx mana bu yerda paydo bo'lib qoladi. O'rtada narx bo'lmasa, broker sizga qanaqa bitimda ochib berishi mumkin, to'g'rimi? Shuni hisobiga o'rtoqlar, bunaqa qilib ishlashda ham maslahat bermayman.